Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston uchrashuvi chiptalari sotuvga chiqdimi va shu haqda batafsil. Jahon chempionati saralash doirasidagi Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston uchrashuvi uchun chiptalar sotuvi boshlandi va bu haqda Alisher Nakimbayev xabar berdi. Unga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahrida o'tkaziladigan bellashuv uchun chiptalar Ticketmaster AI sayti orqali sotilmoqda. Timur Kapadze jamoasi 8-turdan keyin 17 ochko bilan A guruhida 2-o'rinni egallab turibdi. Oq bo'rlarning asosiy raqobatchisi bo'lgan Amirliklar bilan bahs ko'p narsaga aniqlik kiritadi. Ya'ni O'zbekiston mazkur bahsda durang natija qayd etsa ham mundial yo'llanmasiga ega chiqadi. Birlashgan Arab Amirliklari 13 ochko bilan 3-pog'onani band etgan. Guruh yetakchisi Eron esa allaqachon jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan. Ma'lumot uchun, Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston 5-iyun kuni Abu Dabidagi Al Nahyan stadionida bo'lib o'tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 21:00 da boshlanadi. Avvalroq Ichki ishlar bosh boshqarmasi mazkur bahs oldidan ayrim turistik kompaniyalar o'yin chiptasi kafolatlangan tur paketlar taklif etayotgani sabab muxlislarni ogohlikka chaqirgan edi, deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.